30 oktyabr ertalab 6:03 do'konimizni chiqaruvdik. Xudo xolasa mana Habibdan keyin kelib yaqinroq keldi. Habibdan keyin kelib mana Forijga 7 ga to'rt do'konimizni ortdik. Keyin xudo xolasa ertalablarga yana Angorga 7 ga 3 metr tayyor qilib tozani ham video qilamiz. Xullas birin-ketin do'konlarimiz o'z egalariga yetkazilyapti. Xudo xolasa kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, buyurtma bersanglar, o'z vaqtida yetkazib beramiz. Tashqaridagi do'konlar video qilaylik. Kel. Mana bu ertalab chiqib ketadigan 7 go'sht do'konimiz. Neobычный fasonda bu ham. Mana ichkaridan ham olaylik. Juda ham keng, 7 metrga 3 metr devorlari yangi svet, MDF, tepalar plastik, polimiz MDF. Balandligi ham 2.30 standart. Xo'p, bugun chiqib ketayotgan Forijga, Jizzax viloyat Forij tumaniga chiqib ketayotgan do'konimiz mana penoplastlar, materiallar mana MDFlar qalinidan kelgan shu safar. Hammasini ortdik, pirlavkalar bilan komplekt. Buni ham xudo xolasa ertaga уже yetib borib 2 kunda terib beramiz. Buni ham Alloh nasib qilsa borib video syomka qilib beramiz. Kuzatishni davom etinglar. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar, o'z vaqtida sifatli qilib yetkazib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.